Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 28 soniga xush keldinglar. Bugun biz Sharqiy Turkiston sürgün dokumenti Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyarni bu programmamizga taklif qildik. Programmamizga xush keldingiz. Rahmat, hoş bulduk. Biz bu programmamizda Sharqiy Turkistonni ishg'oliyat asrki zamin deb Amerika kongressiga e'tirof qilg'izish faoliyatiga to'g'riliq so'zlamoqchi bo'lib bu suhbat o'ltiribdik. Oldi bilan mushu faoliyatning imzo qo'yish faoliyatiningki taraqqiyoti to'g'risida Salih Xudoyar apandimdan bir so'rab boqdi. Rahmat. Bu imza faaliyeti hareketini biz şu 5. fevraldan burunroq o'ylashib bo'lgandik. Gerçi 5. fevral ulgurolmaydiganligimizni bilib yana Amerikalik bizga maslahat berayotganlar bilan ba'zi o'zgartiradigan so'zni shiltadigan so'zni texnik kuchli qilamiz deb shunga ozroq vaqt ketdi. Endi uyg'urcha tarjima qilishga ozroq vaqt ketdi. Shuning bilan shu 2. ayning 8'da e'lon qildik. Hammalarga ma'lum bo'lganidek, bu albatta bu masala gereksiz yerde maceraga aylanıp ketishga sebep oldu. Bu cidellerge bu gereksiz yani. Aslında bu yerde hiçbir bunu münazır qilib juradigan miri yok. Qo'l qo'ysaqlam bo'ladi tashkilotni. Hammamiz ki Sharq Turkiston xalqiga, Uyg'ur millatiga foydali bo'lganligi qo'l qo'ysaqlam bo'ladi. Ammo düşmanimiz bundan rahatsızlanıp özününki şu kolçumakçılarını, galçılarını işksilip bunu şunda cidel gaylandırıp etti. Ama cidel gaylandırgan takdırdı mı yana hazırkıca 60'dan artık dünyanın arkadaş yerlerdeki Şarkı Türkistanlık karandaşlar bununla imza attı ve ulardan Allah razı olsun. Teşkilatlar imza attı ve teşkilatların reisleri desek buldu imza attı ve ulardan Allah razı olsun. Bunu şu yani 2 gündeyken ayaklaşıdı. 2 gündeyken ayaklaşkandan bunu şu 20 çisla resmi ilan kılımız. İlan kılımız ve bunu şu parlament azalarga mümkünümüz torgum çıkarıp koyumuz. Şu yerden halkımız körüp alabайды. Bunu kimden kol koygan ve kimden kol koymağı ne? O çıkıdı. Elbette. Okey. Bu kimden kol koyganlığı o çıkıdı. Koymağına şundan kim koymağanlığını bileysizler. Rahmet. Bu pek yaxşı oldu. 60'dan köp teşkilat kol koyup hazır. Yana davamlı kol koyup atıdı. Tünigin Salih Xudoyar efendim Amerika Xitoy ishlar mutaxassisi strategiyasi Bin Laden efendim bilan mush to'g'riliq bir suhbat o'tkazdi. Bu inglizcha o'rganish uchun X'da nihoyat cho'ng g'ulg'ul qo'zg'ab nurg'on odam ko'rdi, Facebook'dami, YouTube'dami shunda. Ammo bizning ba'zi Uyg'ur qarindoshlarimiz inglizchani to'liq tushunib bo'lamidi, shunga bir tarjimasi bo'lgan bo'lsa deb bir talab qildi. Bugun buni qisqartib men bir xulosalab beraman. Bunun tercümesini kilovatda, bunun tercümesini kilovatda. Tercümesini şundan dikin çıkarıp koysak. Şundan dikin biz to'g'ri çıkarıp koysak oldu. Tercümesi bitti. Ama bu suhbatda azroq tunuki suhbat pek esil suhbat bo'lgani uchun bizning taqdirimizga bog'liq. Men buni hozir ko'pdir tushuntirib o'tay. Bin Laden efendim Xitoy ishlariniki mutaxassisi. Xitoyshunos. Xitoyda tug'ilgan va bizning Sharqiy Turkistonga 2 qatim borgan. Hamda bu Sharq Turkistonning besilingan davlat degan qarorining Amerika Davlat Majlisine o'tish imkoniyati hamda bizga Sharq Turkistonga bo'lgan ta'sir qanday bo'ldi degan savolga Bin Laden efendim bu butunlay, ya'ni mutlaq mumkin. Va buning Sharq Turkiston mustaqilligiga alohida yaxshi ta'sir bo'ldi. Bin Laden deydiki, biz Amerika mustaqil va erkin davlatmiz. Biz haqqa ishonamiz, ya'ni rost, chin narsalarga ishonamiz. Bu yerda nima haq? Xitoyning 1949-yilda Sharqiy Turkistonni besib olganligi va shundan burun mustaqil yashaganligi hamda 2 qatimliq jumhuriyatni barliqqa keltirganligi amaliyot. Sharqiy Turkiston xalqining Uyg'urlarninki Sharqiy Turkistonda
Şu iki qetim Cumhuriyet kurganlığı. Cumhuriyet kurganlığı. Ondan burun uzundun mezgil mustaqil Mustaqil yaşagan. Onun 49-yıldan burun özü mustaqilla yaşaganlığı bu ameliyat deydi. Hem de Kongres bunu itiraf qilishi, to'g'risi deganda qayta itiraf qilishi desak bo'ladi. Chunki 1959-yilda bir qatim itiraf qilib bo'lgan. Qilishini ko'rsatish uchun biz Sharqiy Turkistondagi xalqniki lagerda tahdidga uchrayotganligi bu bir fakt bo'ladi. Kongressdan o'tishi mutlaq, asosan o'tadi deydi. Endi buni biz bu kongressda o'tganini biz asliga qaytirish, asliga keltirish deb qarasak bo'ldi deydi. Bu degani Xitoycha pingfan degan gap. Bu asli bor narsa asli qaytirib berdik degan gap-da endi. Buni ayt yaxshi gap qildi. Endi oddiylar kishilik huquq harakati bilan bu maqsadga yetkazilmaydi. Bu bizniki bu maqsadimizga yetishimizga hech foydasi olmaydi degan gapni qildi. Undan keyin ikkinchisida kishilik huquq aktivistlarininki bir jungo sepsiyasi bo'yicha bo'lganda Sharqiy Turkiston mustaqilligi Amerika tarafdan e'tirof qilinamdi, mush siyosat bo'yicha bo'lganda degan gapga Binlasin efendim nayt yaxshi gap qildi. Buningda biz siyosatning asosi qarshimiz kerak. Tayvanmi, Sharqiy Turkistonmi ayrim davlat tursa, buni Jungoga taalluq deb qaramaymiz. Biz Sharqiy Turkistonni va Xitoyni ayrim holda e'tirof qilsak bo'laveradi, buning hech qanday tutilishadigan yeri yo'q degan javobni berdi. Ya'ni Xitoy o'zining davlati bo'lsa, o'ziga Sharqiy Turkiston Xitoy bilan hech munosabat yo'q ayrim davlat ishkilisini e'tirof qilsak bo'laveradi degan javobni berdi. Demak, bu nurg'un odamlarga bu javobni yetkazsak bo'ladi. Pek esil javob bo'ldi. Undan keyin bu Sharqiy Turkistonning mustaqil bo'lish ehtimolligi mumkinmi? Bu bir ehtimollik bormi degan savolga nisbatan Binlasin efendim dediki, bu albatta tas. Ammo o'ylab bakinglar 1945-yili bu Jevishlar Yahudilar davlat qurishni shu chog'da haq o'ylab bakkan emas, 3 yildan keyin davlat qurib chiqdi. Ukraina Rossiya urush qilgan vaqtda shu vaqtda nurg'un odamlar, nurg'un aqlliqlar bular cho'qim utirib qo'ydi, bir gap ichdilar, davlatni yo'qotib qo'ydi degan edi. Ammo hammalar ko'rib turibsizlar, bu undaq bo'lmadi. Demak, sizlarga bu fursat bor degan gapni qildi. Bu fursat bor bo'lgandan bak cho'ng bu fursat, chunki Xitoyning o'zi yemirilyotdi, zavolliq yuzlanyotdi. Undan keyin bu sizlarning mustaqil davlat qurishinglar bizning manfaatimizga uyg'un keladi. Asharda Sharqiy Turkiston mustaqil davlat qurib chiqsa, u o'zining atrofidagi O'rta Osiyodagi turk davlatlari bilan va Pokiston, Hindiston, Tibet va Mongoliya bilan birlikda bir Rossiya va Xitoyga qarshi kuchli bo'lib shakllanadi. Bu Amerikaning strategiyalik manfaatiga uyg'un dedi. Demak, Amerikaning strategiyalik manfaatiga uyg'un bo'lgan ekan, Amerika cho'qim yordam berdi degan gap. Ondan keyin bizningki mustaqil bo'lishimiz qanday taklifimiz bor deganda, hammanglar tayyor holatda turishinglar kerak. Mustaqillik degan bir ideya bilan turishinglar kerak. Tayyor holatda turmasanglar bu fursat ketib qoladi dedi. Endi ya bu fursat faqatdan bir qatimlam keladi. To'g'ri. Ya'ni qaytib kelmaydi. Shuning uchun tayyor turishinglar kerak. Endi bu hozir Amerika bilan Xitoy munosabatlaridagi ahvolga kelganda Amerikaning ba'zi shirkatlarininki Xitoyga davomli yanlar savdo munosabatda turayotganligi, xuddi Pfizer, Tesla, bundan keyin Apple'ga o'xshash kompaniyalarninki Xitoydan pul tepayotganligi, buning Amerikaning manfaatiga ziyonli ekanligi. Bunda qilganda Xitoyninki pul tepishiga yordam bergan bo'lib, Uyg'urlarni bostirishiga bir yordam berganlik bo'lib qolganligini, bo'lsa Amerika shirkatlarininki Xitoy bilan bo'lgan savdo aloqasini kesish kerakligini o'tirib qo'ydi. Endi istixborot to'g'risida bir qonun chiqarganligini, buni qaror chiqarganligini, quturish chiqardi. Bu to'g'riliq bundan keyin Salih Xudoyor efendim javob berdi, shuni bu yerda demaymiz. Bundan keyin sizlar bu Binlasin efendim deydi, sizlar kim sizlar uchun xizmat qilyotdi? Kim sizlarning mustaqilliginglar uchun, sizlarning taqdiringlar uchun jon kuydiryapti, buni bilishinglar kerak deb Sharqiy Turkiston surgun hukumatini tilga oldi. Demak, Amerika yordam beramiz deb istagan vaqtda kimning mustaqillik irodasi bor, kim mush ishga yaraydi deb bir tashkilotlarni istaydi. Bu qitim bizniki bu qo'l qo'yishimizmi, bizning Uyg'urlarningki milliy manfaatiga munosabatlik Amerikaga o'zimizning irodasini bildirgan bir fursat. Shunga
buni qo'ldan berib qo'ymasligimizni umid qilamiz. Hamda bu Bin Laden bilan bo'lgan suhbatninki siz yana to'liqlab deydigan yeringiz bo'lsa, siz buni xuddi mana bu istixborot to'g'risidagi nimani so'zlab. Hamda asosan bu Bin Laden efendimninki teklif qilishimizning sababi ba'zi aqlliqlar, ya'ni o'zini aqlliq deydigan ba'zi kishilar fitna chiqarib, bebana chiqarib, ya'ni imzo qildirmaslik uchun buni xato, bu aqmaydi, bu ish mustaqillik, Amerikasini mustaqillikka yordam beramdi, Amerika andamanda bu Xitoyning zimin butunligi bilan ularningki dadi Xitoyning zimin butunligi va egalik huquqini qo'g'dash ya. Shuning uchun shuning bilan bu Amerika Xitoyning egalik huquqini hurmat qiladigan bo'lsa, zimin butunligini hurmat qilib imzo qilgan bo'lsa, dedi. Uningga Bin Laden efendim tafsili bayon siz degandek javob berdi. Bu Sharq Turkiston bilan Xitoyni biz bir ko'rmaymiz. Sharq Turkiston bilan Xitoy biz ham Xitoyning bir Xitoyni e'tirof qilavera olamiz, ham Sharq Turkistonni e'tirof qilavera olamiz. Siyosatimizga taqashmaydi, chunki u yerda Xitoyniki boshqa bir davlatni besib olishga haqqi yo'q. Uningga ma'qul deb ko'z yumib qo'yamiz degan bir nima yo'q. Xitoyning territoriyasini anchilik degan bir narsami yo'q. Biz imzo qilgan narsada. To'g'ri. Shuning uchun bu o'qibaq. Shuna dedi, biz imzo qilgan modelni nimalarni o'qibaq, nima deydi u? Men o'qib chiqdim. To'g'ri. Amerika uni ustulik bilan kavobmi ko'ymaydigan, zixmi ko'ymaydigan yerda faqat Xitoyni goldu turish qillam. Undaqda nima qilibdi? Xitoylar bizga nisbatan bir u yerda uningda jig'izilqi Xitoy bizning Sharq Turkistonni qaysi til bilan oladi? Rezil atalg'i bor u. Atalg'imi yo'q uning ichida. Bizga munosabatli bir nima yo'q. Faqat shu biz Xitoyni tunaymiz. Birlama Xitoy hukumati bor, birlama Xitoy bor, shunallam tunaymiz degan nima? Va Tayvanninki masalasi kelgan chaqda shu biz Tayvanni Xitoy deb tunamaymiz degan yer bor. Xitoyning hukumati deb tunamaymiz degan yer bor. Agar uning bilan biz bilan hech bir aloqasi yo'q. U bir uningda o'tib ketayli. Ikkinchidan deyilgan narsalar, masalan, buni mumkin emasmi, mumkinmi degan masalasiga kelsak. Mumkin. Bu biz o'zimiz iroda qilmasak, biz o'zimiz nima qilmasak, o'zimiz talabimizni qilmasak, xalqaro qanday biladi? O'zimizni to'sib olsak, xalqaro bizga qanday yordam beradi? O'zimiz Amerika, boshqa Yevropa bizga yordam qildi desak, bular bizga qanday yordam qiladi? Biz Xitoyni oldiga berib, Kolchonsonda Gongsangdan deb qo'yganga Xitoy chaqirib, "Ma Uyg'urlarningki mendan marhamat tilavati deb marhamat qilamdi." U dushmanni tunmaganlikning nimasini dadin tatibimiz hozir qadar. Dushman Sharq Turkistonning bir g'arich zaminini Xitoylar tajovuz qilaman deydigan yoki har qanday kuch tajovuz qilaman deydigan bo'lsa, Xitoyning atalmish bir parcha qilaman deydigan bo'lsa, Xitoyning rezil atalg'isini ishlataman deydigan bo'lsa, Xitoylar ular dushman. Uni bilish kerak. Mayli u kommunist bo'lamdi, Gomandingni bo'lamdi, Tungani bo'lamdi. Atalmish demokratchilar bo'lamdi. O dushman. Uni tunishimiz kerak. Bu asosan shu fitnalarga javob bo'ldi. Ya'ni Amerikalik bir strategiyachininki, Amerikalik bir davlat adamininki buningga bizning xalqimizga berayotgan javobi. Ba'zi turkum kishilarninki o'yinlarga berayotgan javobi. Ondan dedi, burun biz ko'z yumib qo'ygandik bunday narsalarga. İstihbaratning masalasiga kelsak, biz bu qarorni bu nimani qilayotgan vaqtdami, bu nima faoliyatni o'tirib qo'ygan vaqtda, bu imzo harakatini o'tirib qo'ygan vaqtdami, bir kun oldingi Amerikaninki bexatarlik qarshi istihborot va bexatarlik markazi yerlik istihborot FBI bilan Federatsiya istihborot byurosi bilan birlashib uqtirish e'lon qildi. Uni men chiqarib qo'ydim. Uqtirishni. O'qinglar, tafsilotli 3 betlik Uyg'urcha nimada
Çünkü muşunda to'salg'inlarni baliqni biz necha qatim buliq dedik Amerika hukumatiga. Biz har kurashganimiz bilan rasm o'tirib tashlab qo'ysak, dushmanimiz burunqidek ishimizni buzishga tirishadi. Shuning uchun biz shu hech kimga bildirmay, ishimiz mansıllanmayli. Biz bu yerda shuhrat elib ishonch nima qilish uchun qilmayapmiz. İşimiz aksın dep nima qilyapmiz. Shuning uchun biz dedik. Uzundan beri dedi. Zaten menimki 5imdan kech kelganimni buni biladi o. Qaysi kimning uyda yotganligini, Xitoy josusiniki, chimak kelganligini, kimning xotni bilan munosabati borligini, qaysi oshxonada ishlatganligini, qaysi oshxon surish qilish jarayonida shaqqillam taqilib ketganini hammasi biladi. Burun ko'z yumib qo'ygan bilan bundan keyin ko'z yummaymiz deb ular ani o'tirib qo'ydi. Ya'ni xalqimizga chaqiriq qildi. Agar sizlarni o'sha Xitoy g'alchillari, Xitoy uchun xizmat qilayotgan, ya sizlar bilmay, sizlarni shunda sen mani tillab bersang, ani nim qilib bersang, mashingni qilib berma, yoki sovg'at berma, yo pul berma. Yoki biz uchun ma tashviqotni qilib ber. Yoki sen biz uchun mani tehdit qilib ber, mani haqoratlab ber, mani o'ttirman deb ber. Xuddi ba'zilar qildi ya. Uni kim qildiganligini zaten Amerikalik biladi. Ash telefon qildirdinglar ya. Sizlar telefon qildirib. Ash telefonini ash adamga meni o'ttirman deganiga telefon qilgan adam nima biladi? Hozirchi ishni qilmayotgan bilan biladi Amerika hukumati kimning nima qilinganligini. Shuning uchun bular deydi, uqtirishini chiqarib, ey Sharq Turkistonliklar, ey Uyg'urlar, Uyg'urcha chiqirg'lik. Agar mushunday ishlar yuz bergan bo'lsa, beshinglarga bu qonun so'z bizning qonunimizga xilof narsalar. Qo'rqmay, mana bizga danglar. Bu undaq 5 yildan kechgan mushunday ishlar bo'lsa, bizga danglar, mana istixborotniki nimasiga emailga yozinglar, telefon qilinglar yoki o'zingizning eng yaqinki istixborot markaziga bilib danglar. Yani bizga chaqiriq qilyapti. Agar fikr erkinligini buzman, yani nurg'ilari chiqib mustaqillik desang bo'lmaydi, mustaqillik desang anda qilaman, manda qilaman deb tehdit qildi ya. Ashundali bo'lsa, bizga ma'lum qil. Yani men bilan deyish bilan bo'lmaydi bu ish. Menikini zaten biladi bular, bilib bo'ldi. Men zaten necha qitim deb bo'ldi, nechasiga. Biladi. Qolgan xalqdan agar buni joylaymiz desak, agar bu Xitoyning josuslaridan, bu qo'lchimoqchilardan qutulaman desanglar, bizga uchur beringlar. Undan keyin biz qonuniy yo'llar bilan buni hal qilamiz, deyapti. Ya'ni chaqiriq qilyapti. Qo'rqmanglar, burun ko'z yumib qo'ygan bilan bundan keyin ko'z yummaymiz. Shuning uchun bunday kishilarni bizga ma'lum qilinglar deb Amerika hukumati chaqiriq qilyapti. Chunki bizning da'vosimizning aqmasligi dal mush sababdan. Bu manqurt, bu xoinlarni, bu Xitoyning josuslari yo'qotmay, tozlamay Amerika. Bizningki u cho'ng ulug' Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishimizning aqmaydiganligini biladi. Shuning uchun bizga bu chaqiriqni, ya'ni Sharq Turkiston xalqiga Uyg'ur tilida Uyg'urlarga bu chaqiriqni qilyapti. Agar chet elda bo'lsanglarmi, sizlarmi o'zingizninki qo'rqmay shu yerlik istixborot, shu davlat, qaysi davlat bo'lsin, Yevropadagi davlatlar bo'lsanglar, shu yerlik istixborotga deyishinglar kerak. Manda ishlar bo'layotdi. Agar da'vo pokizlansin desanglar, agar ishimiz oqsin desanglar, agar sizlarni mush qo'rqitayotgan, tehdit qilayotgan, sizlarni qiltaq tushirgan bo'lsa-mu, manda qilib qiltaq tushirdilar. Amerika hukumatiga, uni Amerika hukumati yeyib etmaydi aldi. Ammo shu yeyman, ma sababdan seni mandat nim qilaman deganlarni joylaydi. Sizlarning hukumatinglarmi joylaydi. Agar o'zingizning hukumatinglar demasanglarmi, FBI'ga deb qo'ysanglar, ular FBI ular bilan aloqalashib, ashundalni tepib chiqib joylaydi. Shuning uchun bu bir muhim chaqiriq. Unimi Ben efendimmi uni qaytadan takrorladi. Chaqiriq qildi eng ayg'ida. Ya'ni sizlar buni nim qilishinglar kerak. Bu qarash istixborot va bexatarlik markazi buni va FBI bilan buni o'tirib qo'ydi. Bu shunda ishli bo'lsa ma'lum qilinglar deyapti. Demak, Xitoyga ishlaganlar bo'lsa,
Ularning hammasini tepib chiqish Amerika o'z ustiga olgan vazifasi bo'libdi hozir. Demak, bizning yo'limiz texim ichilib, teximi pokizlanibdi. Bundan keyin bu Pokizlandi. Bundan keyin texim nim qilgim yo'q. Shundan qarab yüzülmoqda hozir. Texi bular endi boshlayotdi. Endi diqqat qilyotdi. Chunki endi tunyotdi. Bunda ishning bog'liqi zaten bildi, ammo vaqt diqqatini nimasini sarf qilmagandi. Chunki Xitoy bilan u vaqtda munosabati bugünkidek manda nima emas. Hozir qolat kelmagandi. Shuning bilan sizlar biz xalqim deydiganimiz shu. Bana deyishingning hojati yo'q. Haqi deyishingning hojati yo'q. Uyg'urcha, inglizcha bilmasanglarmi, bilganinglar deyishinglar, danglar bularga. Yazma shaklda damsizlar, nima shaklda damsizlar, bu hozir istixborotniki odamlar bor buni nima sizlarni tushunib, nima qila oladigan. Shuning uchun qo'rqmay danglar. Sizlarmi bu sizlarni qo'rqitayotgan, tehdit qilayotganlardan qutulinglar. Rahmat. Rahmat. Bu Amerikaning manfaati bizning manfaatimiz bilan jisiflashgani uchun bu yo'lda biz o'rtaq hozir Sharq Turkistonning mustaqillik yo'lida. Undan keyin bu One China, ya'ni bir Jungo policy deganda kichkina siyosiy nimasi bor odamlar biladiki, bu Tayvan bilan bo'lgan Xitoyninki taraqtirib to'qinishlarda buningda necha yil burun bu Amerika chiqib buni tushuntirib bo'lgan. Biz Xitoyni e'tirof qilganimiz Tayvanninki mustaqillikni e'tirof qilmaganimiz emas. Bu ayrim narsa bu. degan tunigan Billasin efendim buni qayta takrorladi va bizga tatbiq qildi. Bu nihoyatda yaxshi bir intervyu bo'ldi tunigan, bizga foydasini aytdi zo'r. Hamda Uyg'ur siyosat qonuni Avam palatasidan o'tdi tunigan. Buning uchun hammamiz xush bo'ldik. Ammo bu qonunning burunroq chiqish imkoniyati bormidi? Buningga qo'shib Amerika Davlat Majlisining ish bajarish mexanizmini so'zlab bergan bo'lsangiz. Albatta. İlişkine chiqdi, o'tdi. Parlamentning bir qismidan, teg'yan bir qismidan senatdan o'tish kerak. Bu qilingan talablimi aziz qarindoshlar? Ayni vaqtda 2018-yilda biz Uyg'ur qonuni chiqiramiz deb Xitoyning yozashi Amerika parlamenti oldida namoyish qilib, shu dokladlarimizni ko'tarib, shu qonun loyihasimizni ko'tarib nima qildik ya, ba'zilar buzaman, unda qilaman, bunda qilaman, tirishman desimi, biz yana qilaverdik. Shu vaqtda hamma narsa ishiga olgan. Bugun da'vat qilmizmi, masalan, Sharq Turkistonni besib olgan davlat deb e'tirof qildirishmi, uning ishiga olgan. Chunki ayni vaqtda biz nima dedik? Biz 2002-yildagi Tibetning qonuniga asosan shuni asos qilib biz sal o'zgartirgan yerlarni o'zgartib, Uyg'urlarga, Sharq Turkistonga shakllantirib o'zgartdik. Shuni chiqarish uchun tirishimiz deb yo'llangan to'q. Onda masalan Amerika Tashqi ishlar ministrligida Sharq Turkistonga munosabatlik bir xodimning bo'lishi, special coordinatorniki Sharq Turkistonni besilib olgan davlat deb e'tirof qilishi, xuddi Tibet surgun hukumatiga va Tibet tashkilotlariga iqtisodiy jihatdan yordam berayotgandek bizgimi, ya'ni Sharq Turkistonlik va Uyg'ur tashkilotlarga u vaqtda men surgun hukumat bilan hech bir nimam yo'q, munosabatim yo'q, nimam yo'q vaqtlar ular. Ashunda yozilgan-ti bizning kilimimizda Sharq Turkistonni besilib olgan davlat Ondan keyin bizning adam tarbiyalash uchun az deganda bir $1,5 milyon ajratib, o'qitadiganlarni o'qitib, odamlarimizni tarbiyalab degan moddasim bor uningda. Tafsiliy nim qildik. Ammo qanday bo'ldi? Boshda bu bo'lmaydi deb bular qarshi turdi. Bizningki atalmış da'vogarlar va da'vogar tashkilotlar. Keyin Rubioning ishxonasi Xudoning kunida chirivergandan keyin men bu ishxonaga ular meniki nimamni quliq elib maslahatlashimiz, o'ylashimiz degandan keyin ma'lum xabar tepib, chunki yanimizdalar uning adimi bor-ya. Biz cho'ng ulug' doimiz deb yanimizda turib olgan bir kishiga uning bilan maslahatlashib holiga gap yetkazib ishni buzishga ular tirishdi. Tirishib qanday qildi? Shinjong Uyg'ur qonuni chiqaramiz deb nima qildi? Shu vaqtda. Shuning bilan biz zaplashdik.
Biz dedik Rubio'ga, "Boptu, Şarkı Türkistan desek bolmaydı eken, anda başka teşkilat anda da'wat seni anda da'wat manda da'wat" dedi Rubio'nun işgalçılık küreşke wagtda. Ben dedim, "Boptu. Birinci ketimlik, ma biz bilen yardamlaşıp atkan Amerikalıkım dedi, "Boptu. Birinci ketimlik ma çıksın. Ma Şinjan degenini aldırıp iteyli, kağa yerim aciz bolsunmu, sen talap kılgandek bolmasmı çıksın." Bodo ketim yana yengiltip bunu nim kılımız dedi. Texmi güçlük kılımız, ma çıkıp alsın. Bu tügde 2020'de yana yengiltimiz dep tirişdik biz. 2020 yılda. Yani şu bronk opmoqşaş nimeni oturup koyduk yana. Ötkende mani kılanmagantan, amda mani kıl. Amda azrak Amerika hükümeti parlamenti u bölümü düşende bizne mani kıl desek. Yana kandaq ki bizning baxtimiz qarshi ba'zi kishilar hamda bulu bilan ko'rishib turavergandiki, bundan mı so'raydi, bundan mı so'raganda keyin yana ajizlashtirgan nimani o'tirib qo'ydi. Amerika parlamenti ba'zi bunun bilan maslahatlashib. 2021'de o'tirib qo'ydi, yana aqmadi. O'tmay suzlab marketim yana 2023 yılda oturup koyulgan tem şu dima representative kim yang tarafından. Onun da yani şu asasen şu Uygur nima Şarkı Türkistan demedi yana. Onun da yani şu Xitayning kelqirajil atalgısı var. Hepsiz içinde. Güçlengen yerini desek, nere güçlendi? Şu an nimide Taşqi İşler Ministerligi'de Uygurluğa mesul bir hadim biktiş, special coordinator biktiş yerilam asasen güçlengen yeri burunqıdan farkı zor desek şu farkı zor. Şu lam nim kılındı. Ama bunu senetnik kanun nimo bulanınki çıkarmakçı siyasi nimisi de o yok. Senetning nimisi bilan kurashdik, hatta Rubio'nun ishg'olisi bilan mi kurashdik bu vaqtda, chunki u senatning tarafini Rubio o'tirib qo'ydi ya. Ola voy bu biz jumhuriyatchil unda qilmaymiz. Bizniki nima biz bu Tibet bu special coordinator nimani qiyğimiz yo'q, aqchukakchi deb shunda bir gaplarni qildi. Ammo uni qiladi, ikkisi birlashtirib, bular muzokara qiladi. Yani inşallah biz ümidimiz var bu Uygur yoki Şarkı Türkistanlarga mas'ul xodim nimasi bekitiladi yana. Ama şu parlament senat qinim qilish kerak. Senat texi buni o'tirg'a munozir qimmat texicha. Munozir qilish kerak bular. Shuning uchun bizningki bu imzo harakatimiz asosan shu senatni qoyil qilishga, umumiy parlamentga, ama senatga nim qilishga. Yani çünkü Rubia'nınki nimisini desek, nima uchun Moğol yazdık bilemdik? Az deb bereyim. Nima uchun Moğollarni Şarkı Türkistan xalqining qatorida yazdık? Çünkü Rubia'nınki tashqi ishlar xodimi nima dedi? Uningki ayolimi biznimisi Moğolken. Bu Jungarlı'mı bir yer yaşaydı, bu Şarkı Türkistan desek, bu Jungarlı'nınki tuprukiyeti, andati, mandati, etiti deyişki başladı. Ben dedim, bu Jungarlı kaçan geldi, sen tarihini bilemsen. Onundan Jungarlı'dan burun bir yerde kançılık yaşadık Uygurlar, onu bilemsen. Ama o yerde Mongollum var, Mongollunun aklarını kanda aklımız dedi. Biz elbette Mongollunun aklarını mı koqdaymayız. Ama zamanımız Şarkı Türkistan'da, şunun için anim qilgandiki ben efendimmi yenimde bor o vaqtda. Yig'ilida. Shuning bilan biz maslahatlashib, manda kuchliroq mushulninki, chunki necha parlament a'zolari bilan kurashdik biz. Mushulga nim qildirayli, hammamizninki bir kelayotgan javoblarga. Nima uchun bizningki boshqa bir davlat bilan dinizmin davosimiz yo'q deb yozdik. Chunki doim so'raydigini, bu Sharq Turkiston deganinglar boshqa bir devletning ziminiga nima qilamdi o? Tutuşamdi o. Başka bir devlet bilan zimin davasinglar bormi? Shuning uchun axetdim o'qigan bo'lsanglar, Sharq Turkiston xalqininki boshqa bir
devlet bilen hiç kanda bir zemin davası yok. Bizning zemin davasımız fakat şu Şarkı Türkistan zemini Xitay tarafından işgal kılıngan Şarkı Türkistan zemini dep yazdıdı. Mäýädik manda mesele bar aziz qarandaşlar. Men hazır dep koydum bu nesilleге. Tekmi eçik bolsun dep. Nima üçin kılavatymyz? Biz şu halkymyzningki umumy menfaat üçin kireş kılavatymyz. 2018-den tatyp hatda 2017-den tatyp bu ýoldymy? Muş kanyny çykyrman, muş nimini kıldyrmyn dep. Şonuň üçin bu bizninki imza hareketimiz muhim bu wagtda. Çünki senetni qaýyl kılış kerek. Eger senet o maddeni çiğizmese, special coordinatorlyk nimisini çiğizmese, onu maýman dep turup alsa, umy bolmaýdy. Yani şu kiçikin ismi özgergen bilen 2023-nji ýyly ýa-ki 24-nji ýyly dep çykargan bilen öz içideki maddeler asasen özgermegen malat bolady. Yani bir ýeňilik bolmaýdy. Andan keyin bir mesele bu nimigi bu parlamentninki nimeninki iş kılış nimisi kelsek bazı qarandaşlar bu çıkıp bolgan kanun ýa nimiş gaýtadan çykdy. Çünki kanunlar daim ýeňilip turdy. Tehmi güçlendirilip turdy, upgrade kılındy. Huddi sizninki tılpullarymyzda her ayda ýeni software update kıldygyzdy ýa. Ýeni bir näsil çykyp tüzdigan, tehmi ýaxşy kıldygan nimeler içerdi ýa. Şu update, daim update kılınıp turdy. Gerçi bizge alakadar näsile o kadarcık update kılınmaydı o kanunlar. Mesela Tibet'ninki alakadar kanunla mesela 2002 bir kanun kılındı, 2019'da yenilendi. Hazır mı? 3-nji yenilişi hazırsa. Ama Amerika'nınki devlet müdafiye kanunu jılda yenilip turdu. Her jılı yenilinip turdu. Asas mezmunu okşaş yana halkı. Nimi deyimiz? Title ne? Mezmunu da mezmunu ayada okşaş. Ama içindeki maddeler kimin kançılık yardım berildi, kançılık hısat gidiyor, kanda programla ba hemmesi daim yenilip turdu. Siyasetninki, vaziyetninki terqazzası bilen. Bizning işimiz şu. Daim yenilip duruş gerek, tehmi güçlendiriş gerek. Biz hem de yani şu yana neçe yıl vaktimiz ötep ketmesin dep halkymyzny ma çakırgyn kıldyk. Amma asasy menfaatimizge negizlik en muhim näsilni şu hitqa kuruş arkaly many kirgizip etse bunu bir wagtdan kutulgymyzdan yani bir neçe yıl vaktimizni 5-6 yıl vaktimizni sırap kılmay bir wagtdan many kıygınymyz tüzikrak. Çünkü mana kançılık tüzrak kabul kıldıra alsak, onun dikin ben efendim digendek bizge Şarkı Türkistan'ın müstakilligini keltiriş prosesimi şunçilik tüzrak keledi, şunçilik tüzrak tayar bolgan bilimiz ve şunçilik tüzrak Şarkı Türkistan'ni müstakilligini keltiriş üçün hakiki uruş alaymiz. Maksat şu. Rahmet. Bu Uyghur kanunu doğruluk. Kanun çıkan çağda başkalar yüzünü gösterip meydana çıktı ve bir gün ulanınki söhbeti varken emniyette ular kanunu bastırıp koyganlar. Hem de kanunu ötküzgenler katarında sahtinki çıkmakçı. Bunu başkalar halayık anlap baksı buludu. Hem de sizce bu kıtım Amerika Devlet Meclisi'den Şarkı Türkistan işgalet asırki devlet dep itiraf kılınsa bunun bizge nime ahmeti var? Bayımı dediniz siz ahmetini? Hem de ahmetini asasen dep boldum. Bu Şarkı Türkistan'ı besilip algan devlet dep itiraf kıldırış bizninki devlet yani zemin davasımızny, devlet davasımızny, müstakillik davasımızny kanuni kıldı, aklık kıldı. Halkaralaştırdı. O vaqtda biz ilki Xitay'dınki atalmış işki meselesi emas. Xitay işgal astidagi bir devlet. Xitay bizninki zeminimizni, devletimizni işgal kılgan bir tajavuzçı buludu halkaranın nazariyetinde. Ve o tajavuzçıga bizninki karşı hareket kılış, özümüzni müdafiye kılış, zeminimizni, jenimizni, millimizni müdafiye kılış hakkımız buludu. Yani Şarkı Türkistan'ınki müstakillik nasıl keltiriş üçün birinci yollarının muhimligi. Nima üçün biz
2018 yılda o kadar nim kıldık. Irqiy qirg'inchilikni e'tirof qildiramiz dedik. Uni qildiramiz dedik. Nima uchun? Hammanglar deysizlar biz vatan uchun jonimiz fido anda qilishimiz kerak. Vatan urush bo'lsa anda qilma. Vatanim uchun jonimni tikiyman deymiz hammamiz. Sharoit bo'lmasa nimani tikisiz? Oddiy bir namoyishni qilolmasangiz, haqsizga ishinib u jang qilishga nimani beradi? Anandaki qonunlik yo'qda nima qilmasak bo'lmaydi bu ishni. Bo'lmasa Xitoy yana shu bizni qalpoq bilan joylaydi. Bizningki har qilayotganimiz biz boshqalardek u qadar aqlsiz ya. Strategiyasiz ish qilyapmiz, ishni yo'q. İşte hammani biz o'ylab qilyapmiz. Bugun nima qilsak, atmani qilib bo'lgandan keyin ikkinchi nima qilishimizni bilamiz biz. Boshqalardek material yozib, uni qilib, buni qilib o'ylashib nima qilib ketishning hojati yo'q. Chunki bilamiz. Atib ma ishimiz hal bo'lgandan keyin yana ikkinchi bosqich nimaligini bilamiz. Shuningga tayyorlik turishi, ikkinchi bosqichga tayyorlik qilyapmiz hozir mushuga qonuniy qilayotgan ishlarimiz shu tayyorlik, shu vatanning mustaqilligini aslo keltirish, shu fursatga texmo tizlashtirish shu fursatni. Texmo tizdan bir kun baldu bo'lsa-mu Sharq Turkiston zamininki bir bo'longni bo'lsa-mu bir g'irich zimini bo'lsa-mu shu yani ozod qilish, shu yani fetih qilish, shu yani Xitoyning ishg'oliyatidan, mustamlikasidan, irqiy qirg'inchilikdan qutqizish. Shuning uchun kurash qilyapmiz biz. Rahmat. Buningki nihoyat zo'r rahmati bor. Ondan keyin bu qitim imzo qo'yish faoliyatiga hamkorlikni bana qilish. Ya'ni bu ishni qilishdan burun bizga maslahat solmoqdi deganni imzo qo'ymaslikning banasi qilish aqlga sig'amdi. Sizcha? Bu imzo maslahat qilmaning deganligining nimasi kelayli. 2018da biz maslahat qilib nima bo'ldi biz maslahat qilgan vaqtda? Nima dedinglar? Esingizdan chiqdimi? Yo'q, unda ish bo'lmaydi, oqmaydi. Biz buni 20-30 yilni yozib qilyapmiz. Ukam sen ishni bilmaydi kelsa sen o'qishingni qo'yva. Sen boshqa ishni qil. Sizning maslahatingiz shu. Sizlar maslahat solsak shu. Undan keyin biz chiqqandan keyin to'saymi deysizlar? Hatto parlamentda 2019-yilda har oyda bo'lmasmi, har 2 oyda bir xalqaro International Religious Freedom Round Table botdi. Onunla atalmış biz Uyghur taraftan 5-6 atalmış kişilik hukuk teşkilatları var. Haqiqiy siyosiy jihatdan Sharq Turkiston uchun Uyg'urlar uchunki siyosiy taqdir uchun kurashayotgan bir Sharq Turkiston tashkiloti bor. Ya'ni biz KL degan ishimiz qatnashdik. 5-6 nima qarshi 60 tek teşkilat var ama 5-6'sı nima deydi? Biz Sharq Turkiston yozdiramiz desak, o Sharq Turkiston yozdursak bo'lmaydi. Xitoy anda qapıldı, manda qapıldı degan chimo. Esingizdan chiqdimi ya? Qarşılık tuğanlarına İsrail'den çıkıttı mı? Hatta Communism Foundation bizni çağırsa beraber nima qilinglar? Ma nima sözler desa ultimatum berib Salihning teşkilat qatnashsa biz qatnashmaymiz degan ultimatumni emailni yozgan chimo. Xalqmi zaten chiqadi ya o vaqtda. Amma sizlarning qilgan ishingning hammasini nima qilsam kitap yazsam bo'ladi. Vaqt boshqa narsani qilmayman. Shu sizning qilgan ishingizda to'sqinlikinglar, buzg'unchilikinglar haqida bir tom kitap yoza olayman agar yozish kerak bo'lsa. Uni sizlar qanday ishinib sizlarga maslahat qilaman? Sizlarningki maslahat qiladigan naringni qoldi. Shu to'saysiz shu ishimizni buzasizlar. Shu sizlarni deb ben rasmlarimizni bo'lmasa xalqimizga menmi sizlardek necha ming rasmni tushib bo'ldi, chiqarib qo'ysam bo'ladi. Parlament a'zolari bilan palonchi bilan kurashdim, pukunchi bilan kurashdim deb. Ammo shu qilgan amatlar sizlar berib chiqsizlar. Ishni buzish uchun tirishlar. Chunki vazifangiz shu. Doim qilib keldinglar. Shuning bilan nimani maslahatlashim men sizlardeklar bilan? Şu özara maslahatlashimiz biz şu surgun hukumatlar bilan maslahatlashimiz
qilimiz chiqadi. Natija muhim bizga. Agar maslahat qilgan bo'lsak-mu, agar qilamani maslahatlash hammani ish qilgan bo'lsa, u maslahatlash necha hafta vaqtimizni olib, ziyon tortamiz yana. İşmi buzuladi, ishmi aqmaydi, shu to'sqinlikqa uchraymiz. Shuning uchun sizlarga maslahatlashning keragi yo'q. Maslahatlashilgan nima bor uningda? Bir yer xatomi ekan bo'lmasa? Bu bizniki yozgan nimamizniki manfaatimizga, Sharq Turkistonning, Uyg'urlarning manfaatiga zid bir yer bormi ekan? Yo'q. Shu biz maslahatlashganlar shu Amerikaliklar bilan maslahatlashimiz. İş biladiganlar, strategiyachilar bilan maslahatlashimiz biz. Shular bilan maslahatlashimiz. Sizlardek aqlli Xitoyninki zimin butunligidan ensirab Amerika Xitoyning zimin butunligiga xilof qilib qolarmikin deb ensiraydiganlar bilan maslahatlashishning hojati yo'q. Deydiganim shu. Rahmat. Demak, u bir bana. Milliy manfaatga kelganda har qanday bana faqat bana. Hamda sizniki shu imzo faoliyatingiz bilan bizni bu milliy manfaatimiz, mushqatimliq milliy manfaatimiz taqishadigan bu imzo faoliyatingiz bilan butun Sharqi Turkiston xalqiga, diasporadagi qanday murojaatingiz bor? Yana deydiganim hozir qadar, ya'ni 2 kun vaqtimiz bor. Hozir qadar imzo qilgan barliq tashkilot rahbarlaridan, hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Biz buni shu davlatimizningki mustaqillik nasli keltirish, davlatimizni qaytadan qurish, xalqimizningki hurlik uchun, xalqimizningki mangulik baxt saodat uchun, qulluqdan qutulish, asoratdan qutulish, irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun kurash qilyapmiz aziz qarindoshlar. Bu hammamizning burchi, hammamizningki milliy burchi bunga imzo qilish. Xalqaro biz bildirmasak, talablarimizni qilmasak, xalqaro biz bilan kari yo'q. Xuddi yig'lagan büyük bola yig'lamasa ana emchikni solishini nereden biladi o? Şu derdimiz ne yetişimiz gerek? Xalqaraga, yalgızlam Amerikaga emas, dünyanın her qaysi joylaridagi davlatlar, g'arb davlatlariga derdimiz ne yetişimiz gerek? Bizning maslimiz ma'vo, sening davlatingga manda manfaat keladi. Xitoy manda tehdit sana, biz sana manda foydali akkilanamiz deb bularga nima qilishimiz kerak? Onundaki asta kurashib, o'ylanishib, ishonch qilgandan keyin bizning kimligimizni surish qilib, ishonch qilgandan keyin onundan keyin o'ttirdi sizlar bilan. Onundan keyin yordam qilay deydi. Onundan keyin shu xalqing nim talab qiladi. Xalqing nim talab qilsa shuni hurmat qilamiz deydi. Chunki bu demokratik davlatlar, Xitoydagi fashist diktatorlik emas. Shuning uchun biz eng birinchi vazifamiz xalqimizning irodasini bildirish. Biz hammamiz bu yer tashkilotlarimiz bor, nimalarimiz bor. Biz hammamiz Sharq Turkiston uchun xizmat qilamiz, Uyg'ur uchun, millat uchun xizmat qilamiz deymiz ya. Mana shu fursat xizmat qilayotganligingning fakti eg'izda deb qo'ygan bilan bo'lmaydi. Hamma narsa qonunni imzo bilan mangadi ya g'arb davlatlarida, butun dunyoning ham yerida. Eg'iz deb qo'ygan bilan hech kim nim qilmaydi, chunki atsillam yeni oladi. Voy unda demidim deblam. Deb qo'yganga ishonmaydi, fakt bo'lish kerak. Mana fakti. Ma qonunni kuchliroq chiqsin desanglar, ma qonun chiqsin. Amerika hukumati Sharq Turkistonni besib olgan davlat deb e'tirof qilsin. Ma Sharq Turkiston da'vosi rasmiy üstel ottasun, resmi yol çiğsin desanglar, vatanimizninki mustaqillik büyükün burun bolsun mu, mustaqil bolsun desanglar, bununla imza qilsizlar. Şunun için yana deyman. Barliq teşkilatlarga, hatta şu dünya burun buzg'unchilik qilgan dünya uyg'urlik xatoligimni tunibdiman. Bundan keyin qilmaymiz deb nima qilsam bu silimi qo'yinglar. UAE Amerika Uyg'ur uyushmasi qo'yish kerak. UHRP'mi qo'yish kerak. Turkiyadagi barliq cho'ng tashkilotlar o'zini cho'ng tashkilot deydigan masalan Ma'rif bo'lsin, Hidoyatulloh O'g'izxonniki Sharq Turkiston tashkilotlar birligi bo'lsin, ulamo birligi bo'lsin, har jihatdan hammanglar qo'yishinglar kerak buningga. Chunki bu milliy vazifamiz bizningki. Mushuning bilan nima qilamiz? Bu fursatni ya'ni kelavermaydi qarindoshlar.
Bizge aldığımızda bir lan fırsat kaldı. Ya bu fırsatda tayyor bulup biz qutulamiz yoki tamamen kırılıp yuqulamiz. Başka yol kalmadı aziz qarindoshlar. Rahmat. Rahmat. Bizningki Tashqi ishlar ministrimiz Salih Xudoxo'rov rahmat. Nurg'un ishlarni qildi bu imzo faoliyati uchun. Ondan keyin barliq Sharqiy Turkistondagi fuqarolarni, shu diasporada yashayotgan tashkilotlarni bu ishga inchik qarshini, keskin qarshini va imzo qo'yishini umid qilamiz. Imzo qo'yganlarga ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz. Undan keyin bu imzo qo'yganlar ba'zi masalalarni Salih Xudoyardan so'raymiz deb torlarda e'lon qilib kelyotdi. Rahmat bizga bundaq bir takliflarni berganiga, ammo bizning uningga imkoniyatimiz yer vermaydi. Bo'lib Salih Xudoyarning qanday jiddiy ishlayotganini ko'ryapsizlar. Shunga biz mishada bir uzrxo'rlik aytaylik. Biz yana vaqt topganda sizlarning fikringlar bilan o'rtoqlashamiz va taklifinglarni anglaymiz, javob qaytaramiz. Ammo hozirgi bu jiddiychilikda biz unga ayrim-ayrim javob berib olmaymiz. Shuni bir tushunib ketgan bo'lsanglar. Undan keyin bizningki Cumhur raisimiz Mamtin Alapandim Twitterda ikki maqola e'lon qildi. Buning birisini Xitoylarningki xalq degan atalg'ini suiiste'mol qilish orqali xalqni kontrol qilish niyatiga yetilganligini bizniki Uyg'ur tilliq qari kommunistlar qarshi bir maqola yozibdi. Uni bu yerda vaqt munosabati bilan o'qimayman. Ammo bizning mushqitimliq imzo qo'yish faoliyatimizga to'lim udul keldigan Mamtinlar bo'ri to'g'riliq bir maqola yozibdi. Men buni to'liq o'qib chiqay, hammanglar anglanglar. Bu bizniki bugungi programmamizning oxirgi so'zi bo'lib qolsin. Bo'rilar dunyosida mundaq bir ajoyib ish bor. İki böre bir-biri bilan ajallik urushganda yengilgichi böre yengilganga tan ilib, bo'ynini yangichi böreге tanglaydi. Bu uning tubanchilik bilan men yengildim, endi bo'ynimni tishla, qinimni ish deganidir. Ammo bu vaqtda g'ayrat ish yuz berdi. Yangichi yengilgichining bo'ynini tishlamasdan uzundan uzoq turib ketdi. Ya'ni necha ming yillik bir hayot tuyg'usi yangichi börening kalsiga xuddi chaqmoq chaqqandek keladi. O raqibini o'ltirmaydi. Chunki uningga va u kabi boshqa bo'rilarga shunisi ayonki, bir bo'ri naslining saq qilishi uni o'ltirishdan keladigan sharaf besidan va nupuzdan texmo muhimdir. Bo'rilar bir-biri bilan ilishib turdi. Ammo odaqqiy nuqtada bir-birini o'ltirmaydi. Chunki bu bo'rining yana bir bo'rini o'ltirishi bo'ri naslining o'ltirishidir. Bu ular uchun tabiatini o'ltirish bilan barobardir. Bo'rilar uchun o'z ichida yangichi va yengilgichi yo'q. Faqat nasllar bor. Sirtda o'xshash nasllik bo'rilar yot nasllik dushmanlar bilan ilishib, ularni o'ltirdi. Bo'rilar to'pida hech kim yengilib bo'ynini tutib bergan bo'rini masxir qilmaydi yoki mag'lub bo'lg'uchining bo'ynidan ilib, uning qinini chachirtib, g'azab bilan o'ltirmaganni ayblamaydi. Har ikkisi urushdan keyin bo'rilar to'piga qaytadi. Hayot ilgirgideklar davomlashadi. Günümüzde haqiqiy bo'ri bilan bo'ri siyoq itlarning birdan-bir farqi nasl tushunchasining bor yo'qligidir. Bo'rilar naslini o'ltirmaydi. Bo'rilar naslini o'ltirmaydi. Itlar o'ltiradi. Nasl tushunchasi yo'qolganlar it kabi ilishib, bir-birining bo'ynidan ilib, bir-birini qonga bo'yab, kollektiv halok bo'ladi. Tabiatning har bir qonuniyatida bir tiran va necha asrlik hikmat bor. Bu hikmat bilan ish qilganlarla omon qoladi. Biz bo'ri nasli, bo'ridek yashaylik qarindoshlar, ish to'qinmaylik. Hammanglarning mush vaqtiga rahmat. Salih Xudoyor apandimga ko'pdan ko'p rahmat. Bugungi programmamiz mishada oxirlashdi. Allohga omonat. Xayr xo'sh.